Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun ushbu videorolik ostiga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. O'zbekistonda ayollar uchun pensiya yoshi bo'yicha yangi tartib joriy etiladi. 2026-yil 1-iyundan boshlab O'zbekistonda ayollarning pensiyaga chiqish tartibiga o'zgartirish kiritilishi kutilmoqda. Yangi qonun loyihasiga ko'ra, ish staji 20 yilga yetgan ayollar belgilangan pensiya yoshidan 1 yil avval nafaqaga chiqish huquqiga ega bo'ladi. Amaldagi tartib bo'yicha ayollar 55 yoshida pensiyaga chiqadi. Biroq yangi loyiha qabul qilinsa, mehnat staji 20 yilni tashkil etgan ayollar 54 yoshdan boshlab pensiya olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, agar ayolning ish staji 22-25 yil va undan ortiq bo'lsa hamda u og'ir va zararli mehnat sharoitida faoliyat yuritgan bo'lsa, 53 yoshdan boshlab pensiyaga chiqish imkoniyati yaratiladi. Hurmatli tomoshabin, ushbu videorolik ostiga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.